yosh ham tug'a oladi. Bo'ri homiladorliklarni ko'p eshitasiz. 46 yosh, 47 yosh, 48 yosh o'zini hujayrasi olib, o'zini hujayrasidan homilador bo'libdi deganni ko'p ko'ramiz. Lekin statistikada haqiqatda tasdiqlangan shu yoshda shu kungacha ekodan tuqqan ayol yo'q, afsuski. O'zini tuxum hujayrasi bilan tuqqanlar bor, 47, 48, 52, 54 yoshda tuqqanlar bor. Lekin ularni surishtirsangiz, ular donorskiy kletkadan tuqqan bo'ladi-da. Buni kriokonservatsiya haqida 35, yoshi 40 dan kelgan odamlarning xayoliga keladi-da. Victoria Bonyani intervyusini ko'rdingizmi yaqinda? Nadejda Streletsga bergan video intervyusini. Strelets so'rayapti, "Necha yoshsiz hozir?" deb, 46 yoshman. Tug'ish niyatingiz bormi? U juda ham xohlardim yana tug'ishni deb. Muzlatib qo'ygan tuxum hujayralaringiz bormi? Yo'q, afsuski muzlatib qo'ygan tuxum hujayralarim yo'q. Hech kim menga shu narsani aytmagan ekan deb sal jahli chiqib javob beryapti. Men shu narsani bilganimda muzlatib qo'ygan bo'lardim tuxum hujayramni. Boshqa ayollar tuxum hujayrasidan tug'ishga tayyor emasman, u narsani ruhiyatim qabul qilmaydi deyapti Bonya. Lekin agar menga o'sha narsani aytishganda, akasi 2013 yildan beri bor ekan bu narsa. Menga hech kim aytmagan. Aytishganda men tuxum hujayralarimni muzlatib qo'yib, hozir balki tug'ishga harakatini qilayotgan bo'lardim deydi. To есть ba'zi bir holatlarda patsientlarni shu protsedurani qilishga sog'lig'i ham ko'taradi. Moliyaviy tomondan ham imkoniyati bor. Faqatgina informatsiya bo'lmasligi mumkin.